Har bir ota ona maqom Ibrohimga borganda albatta farzandimning ismi Ahmad, qizimning ismi Oysha deb aytsin. Makkada duo qilish uchun eng afzal joy maqomi Ibrohim deyishdi. Nima uchun desa, arablarning qoidasi bor. Bir narsani jamlab, uni orasidan chiqarib olsa, uni ulug'ligini bildiradi. Shuning uchun maqom Ibrohimda duo qilishligini unutmasligimiz kerak. Sababi bir odam bir xonadonga bordi. Fasohat ilmi bu. Bir xonadonga bordi, dasturxon yo'yilgan ekan. Hamma nozim ne'matlar bor. Hali odam kirdida dasturxonda hamma narsa bor, banan ham bor dedi va ketdi. Ikkinchi odam kirdi. Dasturxonda hamma narsa bor, go'sht ham bor ekan dedi, u ham ketdi. Uchinchi odam kirdida dasturxonda hamma narsa bor ekan, asal ham bor ekan dedi. Fasohat ilmi, balog'at ilmida bilinadiki, birinchi kirgan odam mevani yaxshi ko'radi. Ikkinchi kirgan odam go'shtni yaxshi ko'radi. Uchinchi kirgan odam asalni, shirikni yaxshi ko'radi. Balog'at ilmidan chiqariladi. Endi Alloh nima deyapti? Makkaga boring, mo'jizalar bor, maqomi Ibrohim ham bor deyapti. Hamma mo'jiza bor va yana alohida nima bor? Maqomi Ibrohim ham bor. Demak, Allohning eng yaxshi ko'rgan joylaridan biri maqomi Ibrohim. Kim borib qo'l ko'tarsa, Allohning eng yaxshi ko'rgan bandasi bo'ladi. Albatta o'sha yerda farzandlarning haqqiga duo qilishni unutmasligimiz kerak.